alaykum. Biz kuzatib borayotgan do'stlar 2026-yil 2-iyul sanasiga do'stlar Karmen noklarimiz. Hozirgi kunda do'stlar internetlarda mashhur bo'lib ulgurdi do'stlar bu noklarimiz. Kalibrlarni ko'ringlar. Hosildorligiga bitadan lak bosinglar do'stlar. Hozirgi kunda do'stlar bir tut daraxtimizda 5 kilo, 10 kilo hosili bor. Videoni o'tkazmasdan like bosib, kommentariya dehqonga omad deb yozinglar. Nimadan boqqan deb yurgan aka-ukalar, shu yaqinlaringiz videolar jo'natib qo'yinglar do'stlar. Hozirgi kunda do'stlar eksportga uzilyapti bu noklarimiz 35 ming so'mdan. Mana do'stlar, uzilayotgan jarayoni. Bu tomonda shuni ko'rsatmaymiz biz obunachilarga. Hammasi do'stlar juda ham serhosil. Mana do'stlar, bir tutuni mana shunday terib ko'rsatamiz. Bismillah. Mana do'stlar, karmenlar nima deyapti do'stlar? Ular do'stlar ko'chat kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar aloqa qilib ko'rasizlar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar. Sizlarga xudo xolasa upakovka jarayonini ko'rsatib boramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Do'stlar, aytib o'tganimizdek, do'stlar, mana upakovka jarayoni shunday to'liq obzor qilib bering biz obunachilarga. Mana do'stlar, hozirgi kunda Moskva bozoriga eksport bo'lyapti. Karmen. Mana qadoqlanib do'stlar. Mana ranglari. Katta-katta yeri bor akalar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ko'chatlarimiz cheklanib bormoqda. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun yangi bo'lsalar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.